Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, hammaga alangali salom, hammaga Allohimning xayriyatlarini tilab qolaman. Bugun video olmagan edik, ertalabdan qarg'alar uchishini qarang. Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga deydimi? Qarg'a ham bosib ketdi. Xullas nima deyotgandim? O'zi kech bo'lib qoldi. O'zi asrdan keyingi vaqtga video olyapmiz. O'zi shomga yaqin bo'lib qoldi. Shuning uchun tez-tezgina bilan ovqatlarini berib, tinchitib qo'yamiz. Lekin nimaga baribir Alloh rozi bo'lsin, qiziquvchi, kuzatuvchan, ishtiyoq bilan videolarimizni kutayotgan tomoshabinlarimizning hurmati uchun bitta qisqagina bo'lsa ham video qo'yib qo'yaman dedim. Shunga hozir bir tez-tezgina videoga olib, mana bu Titaniklarimizni odam ko'zini quvnatadi. Bular hozir toza suv yo'q bu bechoralarga, hamma yog'i rasvo bo'lib yurishdi. Nasib bo'lsa bir tozagina suv qilib bera olsak bularga yana ham yaxshirog'i qani fermamiz bitib qolsa-yu, fermaga olib chiqib ketsak-yu, bular yaltirab, cho'milib, chotki bo'lib yurishardi. Hozir ichkarida bilan sherigini ko'rsataman qanaqa bo'lib qoldi u. 4 kun bo'ldimi, 5 kun bo'ldimi uni ichkariga qo'yganimga hovuzlarga cho'milib yuribdi. U vashcha yaltirab qolgan. Kommentariyalarda bir talay savollar yig'ilib ketgan. To'g'risi, hech vaqtim bo'lmayapti kommentdagi savollarni to'dalab chiqib, chunki bitta emas, ya'ni ko'p videolarda yig'ilib ketgan savol. Bir videoda 3 ta, bir videoda 2 ta, bir videoda 4 ta bo'lib savollar yig'ilib qolgan. Shularni hammasini bitta qilib yozib chiqishim kerak, javob berib chiqaman degan niyatim bor. Paka hozir unga vaqtim bo'lmayapti. Bugun o'z vaqtida 2 ta video chiqarishim kerak edi. Lekin vaqt bo'lmadi shunga. Eng tig'iz vaqt kimniki bilasizlarmi? Qaysi kasb egasini vaqti eng tig'iz bo'ladi, bilasizlarmi? Shu kommentariyada mana shu savolga javob yozib ketinglar, qani kim to'g'ri to'p ekan. Xo'sh, Titaniklarimiz bug'doy berilishini kutib o'tirishibdi. Idishlarga solishimizga ham sabr yetmayapti, qarang. Bular idishidan ko'p ham yeyavermaydi. Shunga o'rganib qolishibdi shu qo'ldan yeyishga. Mana mana shu idishga solib ursam, yonimdan kelib yeb ketaverishadi. Keyin bularga qiziqishib, urg'ochilari ham, makiyonlari ham kelib yonimdan yeb ketadi. Bug'doyda ekonom variantda o'tkazdim deyman-u, bug'doy berishdi, lekin baribir ekonom variantga ham anchagina bug'doy yeb qo'yishyapti bular. Endi anchagina deyman, kimlardir boqyapti. Sen don bermayapsan ekan-ku deyishadi-da. Endi misol uchun taxminan 12,5 kilo, 13 kilo bug'doy kuniga ketyapti. Boshqalar mendan ko'proq ham berishyapti ekan. Chunki parrandamning soni ham oz emas. Kim uchun qancha, ya'ni kimdir katta fermani boshqarib yurganlar bor, bular uchun mendagi kolичество hech qancha emas. Lekin mendagi ham endi o'zim uchun yomon emas. Ya'ni chamasi 100 dan oshiq 150 ga yaqin parrandam bor umumiy. Shunaqa hisoblagan edim bir vaqtlar, o'sha hisobda ham tez yo'qotib qo'yaman, esimdan chiqib qoladi, nechtadir sotilib ketadi, nechtasi nimadir bo'ladi. Misol uchun nechtadir qo'shilyapti, misol uchun mana tovusimiz qo'shildi. Har doim bilay o'zini qo'nog'ida. Tovus haqida ham, tovusni Alloh rozi bo'lsin, bizani bir ishqiboz tomoshabinlarimiz bor, jonkuyar tomoshabinlarimiz o'zlarining maslahatlarini berishadi. OLX-dan makiyonlari sotilyapti ekan, tovusni deb arzonroq narxda ekan deb topib berishuvdi. Aloqaga chiqsak, u 1 yil avvalgi reklama bo'lgan ekan. Yo'q, biz sotib olganmiz uni, 1 yil bo'ldi unga deyishdi. Shunday qilib, yana umidimiz pushga chiqdi. 3 ta makiyon sotuvga qo'yilgan ekan 500 ming so'mdan. Bu yaxshi ekan, narxi yaxshi ekan, bir qarz-parz qilib bo'lsa ham olsammikan dedim. Yo'q, sotilib ketgan ekan, nasib qilmagan ekan. Ona endi o'tkalarimiz panalagani kiribdi. Bizning munchoq bo'yinlarimiz ham bir tuxum tug'adi, shular tuxum tug'may ketadi. Bitta tug'adi, qayta tug'may ketadi. Bularga tushunmayapman. Menimcha bular xoliroq joy xohlayapti, endi o'tkalar zo'rlik qilyapti, bularga qo'ymayapti. Mana ke bizning germanskimizni qarang. Bu dumlarini yulib olishdi bechorani. Yaxshigina jang bo'lganga o'xshaydi. Lekin patlari yaltirab, shunaqa chiroyli bo'lib olgan hozir. Jonim. Cho'milishlar nazarda. Hozir bu xo'rozimiz patlari yaltirab, biror yerda kiri yo'q, juda chiroyli yaltirab qolgan. Hozir kechki paytga soyaligi uchun yaxshi ko'rinmayapti ham. Mana parrandalarimizni jonini beraylik. Viandotlarimiz ham bular Xudoga shukr tuxumlayapti. Cherizdan tug'yapti hozir endi. Tuxumlarni olib turibmiz.
Barnavelderlarimiz hali tuxumga kirgani yo'q. Mana bu xo'rozimizni ham sotishimiz kerak shekilli. Toza hid qildi. Buni nima qilishga ham hayronman. Bir ikkita tovuqlarimizda bittasi kasal edi. Ko'pchilik ko'rgan, biladi. Bu Lakenfelder xo'rozimiz. Ikkalasini juft qilib qo'shib qo'yganman. Ikkalasidan jo'ja olaman deb. Aksiga olib Lakenfelder bir ikkita tovuqimiz tuxumdan to'xtab qoldi. Ikkinchi boy ko'zi ko'rmay qolgan bir ikkilimiz u o'lib qoldi. Bechora. Dardni ko'tara olmadi. Tuxum tug'mabdi. Tuxum tug'sa yaxshi bo'ladi. Bularni ikkalasidan qo'shilgan zotga rosa qiziqyapman. Toshkali chomli puxlar. Bularni boya bug'doylarni berib ketdim. Surulqan nariqqa. Oyoqlarini terlariga to'kib tashlashdi bug'doylarni. Shuni terib yuborishdi. Ertaga bug'doy solamiz. Chiroyli narsalar bo'lishadi, lekin bularga sharoit ham chiroyli qilib qo'yish kerak. Umuman tovuq boqadigan odam, ayniqsa zotli tovuq boqadigan odam albatta bular haqida tajribaga ega bo'lish kerak. Endi biz juda tajribasizlik qildik tovuqlar bo'yicha. O'rdaklarga, endi o'tkalarga esa tajriba shart ham emas. Ular shu bir boqdingiz boqib ketaverar ekansiz. Lekin tovuqlarga albatta tajriba kerak bo'lar ekan. Chunki birinchi marta boqishda albatta poteriyalar bo'lar ekan. Shuning uchun tovuq boqishni yangi boshlovchilar bo'lsa, yangi havas qilib endi boshlayman deganlar bo'lsa, ko'proq maslahat olib, ko'proq tovuq boqadiganlar bilan hamsuhbat bo'lib, keyin boshlaganlaringiz ma'qul ekan. Albatta ularning joylarini birinchi o'rinda chiroyli qilib yaxshi taxlash kerak ekan. Bizani ko'k brahma xo'rozimiz ham sotildi, Samarqandga ketadigan bo'ldi. Xudo xolasa ertaga ertalab chiqib ketadi. Buni anchadan beri sotiladi deyotgan edim. Hech kim e'tibor bermayverdi shekilli. Kecha gruppaga tashlagan edim. Gruppaga уже Samarqanddan klient chiqdi. Xo'rozimiz nasib bo'lsa sotiladigan bo'ldi. Yanaki. Ona tovuqimizni jo'jalarini ajratdik. Уже ko'nikib ham qoldi shekilli. Jo'ja birinchi kun rosa jo'jalarni qidirib, xafa bo'lib qoluvdi. Hozir kecha to'g'ri ajratdik. Bugun ancha o'zini yaxshi his qilib yurib qoldi. Sisarkalarimiz ham bitta yarim u yoqqa tuxum tug'ishyapti. To'g'ri kecha bugun bittadan tuqqan ekan. Qaysi tug'yapti, qanday tug'yapti bilmayman. Endi uni ham inkubatorga qo'yib ochishini ko'ramiz. Qani ochib chiqadimi, yo'qmi, xudo xolasa, urug'langanmi, yo'qmi ko'ramiz. Endi xo'rozni sotib olsak, xudo xolasa, yo nasib balki yaxshi tuxumlab ketishar bular ham. Qanday tovuqlarimiz ham ko'z tegmasin. Yaxshi bo'lib qolishdi. Hozir tuxumlashlariga ham ancha o'zgarib boryapti. Oshyapti. Ya'ni bitta, ikkita umuman tuxumlamay qo'yuvdi bir. Hozir bitta, ikkita qilib tuxumlashni boshlagan. Taylarini quritib qo'yishimiz kerak ekan. Taylar qo'l bo'lib qopti. Hozir tuxumlarni ham olaylik qani. Nechta tuxum topdi ekan? Qadrli tomoshabinlar, 3 dona tuxum topdi. 8 ta xanxayb uchun bu kam. Lekin boshlanishiga yomon emas. Butunlay tuxumdan to'xtab olishgan edi. Hozir sekin-sekin oshib boryapti. Bu endi o'tganimizdan ancha yurib qoldi. Yana 1-2 kun yura qolsin, mayli, keyin yana bularni shiriklarni oldiga chiqarib qo'yib yuboramiz. Bu umuman yura olmay qolgan edi. Hozir yaxshi yuribdi ish qilib. Hech qanaqa dori darmon, hech narsa qilganimiz yo'q. Faqat mana shu quruq joyga olib kirib qo'ydik. O'rnidan umuman tura olmayotganini olib kirib qo'yganimizda, hozir mana bebunoy yuribdi. Paqir ko'tarib kelayotganini ko'rib, hammasi shok kelishini qarang bilan. Ovqat deyishyapti. Bugunochalarimiz qarang. G'ozlarimiz begunoklarni quvib yubora oladi, chunki begunoklarimiz biroz hurkayroq. Lekin agidellar bo'lsa, agidellar g'ozlarni ham quvib yuborar ekan. Ular qarab o'tmaydi bilan qiyshuvga kelib birdan bug'doyga yopishadi, g'ozlar chekka o'tkazishga majbur bo'lishadi. Ajoyib parandalar. Hozir o'sha bularga ko'pchilik zakaz berishni boshlayapti. Xudo xolasa, tuxumlarni bir sira ochirishda boshlaylik, jo'jalarni bir sira chiqarishda boshlaylik. Nasib bo'lsa keyin to'liq zakaz olishda boshlaymiz jo'jalariga yonas. Agidel o'rdaklarimiz ham mana yaxshi yurishibdi. Yaxshigina hamma yoq balchiq. Hozir tuxumlashlar hozir biroz sekinlab qoldi. Oldin 10 tagacha yaxshi tug'ib boryapti. Hozir kam tug'adigan bo'lib qolishdi. Yani 4 ta, 5 ta shunaqa atrofda tug'adigan bo'lib qolishdi. Loy ta'sir qilyapti shekilli balchiqlar. Oyoqdagi quruqgarchilik bo'lganida ko'proq tug'ayotgan edi.
Xudo xolasa yana quruqgarchiliklar bo'lib qolar. Tinimsiz yog'ingarchiliklar bo'lavergani odam biroz zeriktirib ham qo'ydi. Lekin nima ham deymiz, Allohning xohishi ijobat. Har safar kuchukchalarimizni videoga olish esdan chiqib ketib qolyapti. Katta bo'lib qolishgan. Hozir ovqat olib keldi deb o'yladi. Bu paytga ularga ovqat olib kelib beriladi. Men esa juda syomka qilgani kirdim. Bo'ynoq, olapar. Xudo xolasa bahorgacha yana ham katta bo'lib qolishadi. Katta bo'ladi xudo xolasa bu kuchuklar. Bizlarning qorovullarimiz, bular qorovullarimiz, erkatoylarimiz. Erkatoylar qilib tuxum yeyishni boshlashdi, o'sha qamalib qolishdi. Baribir kuchuk boqadiganlarga men o'zimning tajribamdan o'tgan narsani aytaman. Tarbiya ham itlarda, ayniqsa tarbiya ham gen tortar ekan. Uyda yurgan aqlli kuchukni bolasini olsangiz, u qanday tarbiyali kuchukchalar chiqadi-da. Daladan shunchaki topib olib kelsangiz, ularni tarbiya qilishga biroz mashaqqat qilishingizga to'g'ri keladi. Kuchukdaqa kuchuk bo'lavermaydi, ularni qoniga yuqqan bo'ladi bu yerga bezorlik qilish. Bu ham mana shunaqa dalada erkin yurgan itlarning bolalari ekan shekilli, lekin ota-onalari katta. Xudo xolasa ularni endi biroz mashaqqat qilsa ham sekin tarbiyalab borishga harakat qilamiz inshaalloh. Go'zallarni qarang, go'zal juftlik desa ham bo'ladi, aka-singillar. Adashmasam bir makon bir xo'roz. O'sha xo'rozchamizni yelka qanotlarida yelkalarida patlar chiqishni boshladi, dumlari patga aylanib boryapti. Bu o'zi ikkinchi partiya, o'sha ham 10 kundan oshiqroq kichkina. Shuning uchun jussasi ham kichkina, lekin unimiz bir qarashdan oshiq bir 35-40 santimetrga yaqinlashib boryapti bo'lgan sari. Boringki, bir 30-35 santimetr bor. Mana aka. Turan shuqa. Mana. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.